Nima meni go'stimga yuzingni ochib kelmading Jalil? Qoshim yo'q-ku. Effektda bilinib qoladi-da xunukliging. Нет. Просто qosh. Bos. Bitta topilsaylik bos. Red qilaylik, hech kim yo'q-ku. Mana. Rozani och chekkanmisan? Yo'q. Necha yoshingda teshilgansan? Другой tema нет, boshqa tema yo'q-da, anavi. Savol bersam bo'ladimi senga? Savol bersam. Boshqacha savol ber. Teshgan odam ismi kim bo'lgan? O'zbek bo'lganmi, o'rus bo'lgan? Yana boshqa savol. Maktabda hech yaxshi ko'rgan yigiting bilan sinfxonada partani ustida o'pishganmisan? Yo'q. Kollejda paxtaga chiqqanmisan? Kollejda o'qimaganman. Maktab tugatgansan, tamommi? Bitta gap aytaymi, maktabda ham tugatmaganman. Значит, 7-sinfligini teshilib qo'ygansan, maktabda teshilganligi uchun gapsiz bo'lib ketmasin, domlalar haydayverdim. Mayli shunaqa bo'lsin. Endi o'zim savol berib, o'zim javobini topyapman-da. Rossiyada necha yil yashagansan? 11 yil. 11 yil Rossiyada yashagansan. O'zbekistonga kelganing necha yil bo'ldi? Yarim yil. O'zi asli kelib chiqishing Jizzaxli. Nechinchi yilsan? 2003. O'rtog'imni yeyibsan, toza 2003 mas. Gara o'ynaymizmi? 2003misan? Gara o'ynaymizmi? Tengmizmi ikkalamiz? Jalal 2003 ekan, 2003 yil. Farragon yil 2003. Tog'lar gul. 2003 ekan. A sinf bo'lgansan, B sinfmi? G. G? G sinfda o'qigansan. Aziz nechinchi yil? Aziz 90. Aziz Chengiz bilan teng, 91-yil. Aziz 91-yil adashmasam, 91mi? Jizzax o'zidan. Roza? Bunchalik kut qiz bo'lib ketishingga nima sabab bo'lgan? Bilmayman. Hayot shuni tarbiya bergan. Shunda bo'lsa kerak. 2003-yil mana akalar, 2003-yil. 2003-yil ikkita yulduz bir-biriga urilgan paytda tug'ilganman. Osmondan bo'ri bilan burgut zinak chiqqan. Bigolakda necha yildan beri faoliyat yuritasan? 1,5. 1,5 yil bo'ldi kirganingga. Shu paytgacha Bigolab ijtimoiy tarmog'idan qancha so'qqa topgansan? Ko'p. Qancha? Legenda rahmat. Qancha? Taxmin. 150 ming. Taxmin. Millionmi? 150 ming dollar. Lekin u pul yo'q, Sardor Kutta trusik yo'q. Не радуйся. 1,5 yilda 150 ming dollar. Да. Faqat sovg'alar orqalimi yoki qanaqadir ham plastiklarga pul tushirish ham bo'lganmi? Faqat sovg'a. Plastikka qancha tushgan undan tashqari?
Bir marta bitta donatorim 100 ming rubl tashlab berdi. $1000. iPhone'ga. O'sha payti futbolga stavka qiluvdi. Agar shu komanda yutsa, tashlab beraman dedi. O'sha komanda yutdi, tashlab berdi. Tamom. Значит, o'rtacha daromading oyiga $10,000 topishing. Nuran oldin shunaqa edi-da, lekin hozir slabo. Bigolevga kirib kelishing tarixi qanday bo'lgan? Qanday? Kimgadir havas qilib yoki qanaqadir ham kimdadir o'yinlari yoqqanidan yoki kimgadir misol kimdir Yo'q. nimadir kasb. Duganam kirdi. Shunaqa pul topsa bo'larkan dedi. Men ishonmadim. Davay san birov ishla dedim. U ishladi. Oyligi keldi. Keyin men ham boshladim. U qancha ishladi? U battle o'ynamagandi, u prosta raqsga tushib o'ynab yurardi. U kichkina plan yo'qdi. 80 kami, Xudoga shukr, 50 kami yo'q edi. Значит, ijtimoiy tarmoqqa faoliyatingga 1,5 yil bo'ldi, to'g'rimi? Da. Rossiyani qayerida bo'lgansan? Samara. Samara Moskvaga yaqin joymi? 1000 kilometr. Uzoqmi? Da. Nima ish qilgansan? Samaradami? Ha. Bozorda. Salom izlaganman dema. Savdo. Nima? Bozorda. Ha, bozorda. Nima qilgansan? Meva-cheva sotganmiz. TikTokka kirib kelganingga qancha vaqt bo'ldi? Общий hisoblasa 4 oy. Lekin dekabrda kirdim, profilim blokka ketdi, chiqib ketdim. Shu bilan mana 10 kun bo'ldimi, 1 hafta bo'ldimi? Kirib kelish bunday hisoblanadi TikTokda. Bigolevda oylik yopsang chiqsa, mana Bigol bu kirmadim demaysanda, o'rtacha necha 1 yil hisoblansa 365 kunda necha kun efirga kirasan? O'shanisi hisob. Necha kun kirgansan, necha oy kirgansan misol, taxminan o'rtacha. 1,5. To'liq 1,5 oy efirda bo'lgansan. To'g'rimi? Qancha pul topding? 5000, 4000. Dollarda. Da. Значит, Bigolevda yaxshi topgan ekansan. Da. Balkon gul beringlar, испытаниеdan o'taylik, baradaro. Tog'lar gul. Gul. Bigolev kuchlimi, TikTok kuchlimi? Agar TikTokda Bigolivega o'xshash auditoriya bo'lsa, TikTok. Ha, senda Bigolevda auditoriyang kuchli bo'lgan, to'g'rimi? Da. Roza qayerdan savol berishyapti? O'zi asli qayerdan? Manmi? Aytdim-ku, Jizzaxliman deb. Jizzaxda tug'ilgansan, Samarqandda yashaysan. Da. Bigolevda eng ko'p o'tirgan efiringda odam qancha bo'ldi? 9000. Eng maksimal darajada 9,000 o'tirgan. Da. Nechta farzanding bor? Farzandim yo'q. Turmushga chiqib ajrashgansan yoki Turmushga chiqmaganman. lekin teshiysan. Da. O'zing haqida ozgina Savollarim beryapman-da, bitta ochirat bilan-da, shoshma-da. jinni bu dedi. Shoshmang, asta-asta. Ayki ko'taraman. Och. Открой, говорю, открой. Yomon yaxshi ko'raman, bilad.